7-chi qoida. Xavotirlarni boshqarish. Xavotirlar eng sportchilar uchun biz hayajon bilan xavotirni ozgina farqlab olishimiz kerak. Hayajon u normal jarayon. Hayajon nimani belgisi? Bu sizdagi mas'uliyatni belgisi. Hayajon bo'lib turgan vaziyatda siz o'zingizni boshqara olasiz, to'g'ri qarorlar qabul qila olasiz, lekin hayajon yuqorilab borgan sari u xavotirga aylanib ketadi. Va xavotirda siz endi o'zingizni boshqarmayapsiz degani. Xavotir sizni boshqarib boshlaydi. Xavotir sizga salbiy argumentlar berib boshlaydi. Xavotir har xil tasavvuriy, aytaylik, salbiy tasvirlarni, salbiy sahnalarni tasavvuringizga shundoq qo'yib, sizga aytaylik o'sha hujum qiladi. Va siz o'shanday vaziyatda katta ehtimol bilan o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin, hissiyotlarga berilib ketishingiz mumkin va bog'liq ravishda